Sizlar bilan birgalikda grantdan qanday qilib to'g'ri otish kerakligini o'rganamiz. Buning uchun biz birinchi bo'lib mana bu tabelni ko'rib olishimiz kerak, ya'ni jadvalni. Nimaga bu ingliz tilida deyishlari mumkin? Sababi bu Yevropada o'ynaydigan bitta bolalardan sotib olingan. Grantdan to'g'ri otish uchun biz mana bu glazokni burishni ham o'rganib olishimiz kerak. Sababi bu bizga o'yin davomida o'ta ham katta foyda beradi. Grantdan turgan holatda biz uzog'i bilan 47 metrgacha otishimiz mumkin. Agarda telefonimizni 45 gradus qiladigan bo'lsak, bu undan-da uzoqroq masofaga borishi mumkin. Agarda sizlar o'tirib ham, turib ham, sakrab ham bir xil 45 gradus otadigan bo'lsalaring, grantalar mana shu jadvalda ko'rsatilgan masofagacha boradi. Masalan, hozir sizlar bilan bitta ikkitasini ko'rib chiqamiz. Ko'rib turibsizlar, operativimiz 55 metr aniqda turibdi va biz granatani 3,5 sekund qolganda otib olishimiz kerak. Agarda siz yangiroq bo'lsangiz 4 sekundda ham otishingiz mumkin. Agarda siz granatda qayerda necha sekund qolganini bilmasangiz, mana bu rasmni ko'rib o'rganib olishlaring mumkin. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, videoni do'stlaringizga yuborishni ham unutmang.